Lekin nimaga devor o'yilyapti hozir mana shunga? Bu zebraga asfalt o'yilyapti. Oldin bilsangiz zebrani reka qoqib qilardik-da. Reka qoqib qilardik. Hozir uy egasiga ham Pelis tomoni, Kamrashka tomoni reka qo'yilmaydi. Aktivitet xuddi shunday rastaklar kam bo'lgan holatda shu odamdan keyin o'zini holatiga chiqaramiz. O'yilgan joyini o'ziga zebra qilamiz. Zebradan keyin ramka tushadi. Uyligasiga sement, qum, hamma narsadan foyda bo'ladi ancha. Pelis tomonlari shu. Ham ustalarga ham osonroqda reka qoqib, boshqa qilib vaqtini ketkazmaydi. Albatta kesadi, ishini ochadi. Pastiga rekasini qo'yib, top chiqarib ketaveradi. Xudolarsa cho'tga o'tmaydi. Chiqarib beradi. Akalar, xudolarsa hozir tushunda, tushunmaganga hozir video lavha ko'rsatib beramiz. Mana blind fasollarga loy urilyapti hozir. Akalar ko'rishlar mumkin, mana bu pardozga tayyor holati. Bundan keyin bitta pardozi bo'ladi. Hozir ham ko'rishlar mumkin, cho'tka holatda. Mana shu holatda qilsa, uy egasiga juda udobniy, arzon va sifatli chiqadi. Iloji bo'lsa, chornisini qilmasdan oldin bir o'tida mana shu blindni chiqarsa ham uy egasiga juda zo'r plyus bo'ladi akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ketasizlar.